Real Madrid Bavariya uchrashuvi oldidan Vinicius Junior Real Madrid muxlislariga yana bir bor katta ishonch bag'ishlamoqda. Myunxen afsonasi Oliver Kahn esa Real Madrid bilan o'yin oldidan Bavariya futbolchilarini ogohlantirdi va nima uchun Bavariya Barselonadan ko'ra Realga qarshi ko'proq qiynalish haqida gapirib o'tdi. Qolaversa, Harry Kane atrofida ham ajoyib yangiliklar bor do'stlar. Hozir mana shunaqangi tezkor xabarlardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Men sizlarga bu haqida batafsil ma'lumot beraman. Unda boshladik. Demak, Viniciusdan boshlasak, Real Madrid vingeri Bavariyaga qarshi o'yin oldidan matbuot anjumanida qatnashdi va Real Madrid muxlislariga murojaat qildi. O'yinchilar va muxlislar o'rtasida bog'liqlik juda muhim bo'ladi. Bizga muxlislarning qo'llab-quvvatlovi juda ham kerak va ulardan aynan shuni kutamiz. To'g'ri, Bavariya kuchli jamoa va bunday o'yinlarda tajribamiz yuqori. Bu gapni men bundan oldin ham aytganman va albatta isbotini amalda ko'rishgan muxlislar. Bavariyaga qarshi 100% tayyorgarlik kamlik qiladi. Biz 200% tayyor bo'lishimiz kerak va men ishonaman. Biz albatta g'alaba qozonamiz, deydi Vinicius Junior. Eslatma uchun, Vinicius Cityga qarshi o'yin oldidan ham aynan shunday gaplarni gapirgandi va o'shanda ham jamoa La Ligada Getafega yutqazib borgandi. Lekin Cityni esa umumiy 5-1 hisobida yutib turnirdan chiqarib yuborgandi. Bu safar ham Real Mallorcaga qarshi mag'lubiyatga uchrab Bavariyaga qarshi o'ynaydi. Bu degani qaysidir ma'noda ssenariy takrorlanmoqda. Bavariya afsonasi Oliver Kahn esa Real Madrid haqida shunday deydi: Bernabeu 90 daqiqa qolgan stadionlardan-da ko'ra ko'proq charchatadi. Madriddagi muxlislar Barselonadagidan anchagina kuchli bosim o'tkazadi. Atmosfera qo'rqinchli bo'ladi. Shuning uchun ham Bavariya doimo Realga qarshi qiynaladi. Agar Bavariya futbolchilari bunga tayyor bo'lmasa, Madriddagi g'alabadan umid juda ham kam, deydi afsona Oliver Kahn. Keyin bilan bog'liq yangilikka kelsak, u jarohatdan tiklandi va Bavariyaning tarkibiga kiritildi. U Real Madridga qarshi o'ynaydi. Eslatib o'taman do'stlar, Real Madrid Bavariya uchrashuvi seshanba oqshomi soat 00:00 da bo'lib o'tadi va ushbu o'yinni profilimiz biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda tomosha qilishingiz mumkin. Qo'shiling va o'yinni birgalikda ko'ramiz, birgalikda tahlil qilamiz.